Assalomu alaykum, Amerikada o'zbeklar muxlislari. Mana bugun Green Card sayti ham ochildi. Green Cardni kim to'ldirmoqchi bo'lsa, kim bizning xizmatdan foydalanmoqchi bo'lsa, o'zimiz mana nomerlarimiz, Amerikadagi nomerlarimiz 6216 nomerlarimizni chiqarib qo'yamiz. Mana bu yerda chiqib turadi. Bizga aloqa chiqib olasizlar. Deydigan paytlar ham keladimi aka o'zi? Nima deysiz, keladimi aka? Shu kelamni vaqtida. O'rtoqlar ham kutyapti Green Cardni. Albatta, o'rtoqlar, xudo xolasa. Green Card sayti ochildi, nasib bo'lsa ochiladi. Ochilgandan keyin bizga bemalol aloqa chiqib olasizlar. O'zingizlar Green Card saytida ochilgandan keyin confirmation kodinglarni o'zingizlar tashlab beramiz. Mana o'tgan yil ham to'ldirganmiz. O'zim O'zbekistondaligimdan to'ldirganman. Mana Amerikadamiz, shu yerda ham to'ldirib keraklicha qo'ldan kelgancha xizmatlarni qilishga harakat qilamiz. Ochilgandan keyin, ochilgandan keyin albatta, hozir kutyapmiz, xudo xolasa. Shunchaki hazil bu. Shunchaki hazil albatta. Mana ustani o'zi davom ettiradi buyoqda, Abdug'ofur akani o'zlari. O'rtoqlar, assalomu alaykum. Green Card sayti hali ochilgani yo'q. Kutyapmiz hammamiz ochilishini. Mana hammamiz mehmonlar bilan o'tiribmiz. Nimaga bu safar uzoq qilib ketdi? Har yili vaqtida ochilib, vaqtida yopilardi. Bu yil nimaga? Chunki bu yil pulli bo'lib qoldi Green Cardda, $1 dan bo'lib qoldi. Endi bular shu Amerikaning qonun qoidasi bilan qanaqadir o'zgartirishlar qilyapti. Shu $1 hisobiga saytlarni ham boshqatdan ishlab chiqarishyapti. Shuni hisobiga cho'zilyapti. Yana kamiga bu yerdan shutdown, uyda, buydi deb hali beri sayt ochilmayapti. Lekin ochilishi aniq ekan. Mishmishlarga qaraganda ochilishi aniq. Qachon ochiladi? Noyabrda ochilishi mumkin yoki bundan keyin bilmaydi hech kim. Bugungi videomiz Green Card haqida emas. Bugungi videomiz DV2025 dan eng oxirgi kelgan bolalar bor. Necha deysiz? 13000, 13000, 12000, 11000 keyslar bor. Haligi Gruziyaga borgan, boshqa yerlarga borgan, Qozog'istonga, Qirg'izistonga, O'zbekistondan olgan bolalar bor. Ash bolalardan ozgina intervyu olib turib, shu katta keyslar haqida video bo'ladi. Ketdik bo'lmasa. Assalomu alaykum, Amerikada O'zbeklar kanali muxlislari. Ismim Boymirzayev Otabek, Surxondaryo viloyati Qizil tumanidanman. 2025 g'olibiman. Qozog'iston keysim 12433 Qozog'istonga ko'chirib, Qozog'istondan viza olib chiqqanman. Xo'p. Sizning keysiz baland bo'lgan. Shunday. Sizni O'zbekistonda chaqirmaydi deb siz Qozog'istonga jildirgansiz. Protsessni aytib berasiz chekka. Keysim baland bo'lgan. Men Rossiya turib o'ynaganim uchun meni avtomatik Varshavaga o'tkazib yuborgan. Varshavaga 1 yil davomida viza ololmaganimdan keyin shu bitta rus qiz yordamida Qozog'istonga o'tkazib olganman. APga tushganmiz, u yoqda 15 kun kutib, APdan xudo xolasa mana rizqimiz qo'shilgan ekan, kelib qoldik Susanbulga. Xo'p, bitta savol. Qozog'istonga ko'chirdingiz. Qozog'istonga pasportga kirdinglar, oilaviy kirdinglar. Shunday. Kirdinglarda sizlarga savol bo'ldimi? Nimaga sen O'zbekistonga kirmasdan Qozog'istonga kirding degan savol bo'ldi. Men suhbatda aytib bering-da. Suhbat deyarli почти bo'lmadi, lekin savol berdi, posol bermadi-yu. Shu сотрудниклari berdi savol. Dokumentlarni podachi qilayotganda shu bitta qozoq qiz ekan, so'radi, nima uchun bu yerdan kiryapsan dedi. Men aytdim, sal baland bo'lgancha shu yerdan kiryapman. Bo'ldi, men Rossiyada turib o'ynaganim uchun menga Yevropaga qo'yilgan dedim. Bo'ldi. Suhbatda nima ish qilganman, ayolim nima ish qilgan, Amerikaga borib nima ish qilmoqchisan, shu savol berdi. Bo'ldi, deyarli savol bermadi. Siz endi APga tushib qoldingiz. APga tushib qoldik. APning o'zbekchasi nima edi? Administrativniy проверка. Administrativniy proverka. Tekshirishga qo'yib tekshirishga. Yo'q, viza bermay advokatlar istab yuribsiz. Advokat izladik. Juda ko'p muammolar bo'lib ketdi. Endi Amerikadan 7 tashkilotga yozildi. 50 ta bola yozganmiz. Amerikadan 7 ta tashkilotga yozilgan. Senatorlarga, 2 ta senatorga yozilgan. Atvet qaytgandan sразу shu birinchi yozgan akaning nomiga keldi, emailga keldi, vizaga tasdiqlandi deb. Bizdan 2 kundan keyin menga ham kelgan. Borib Qozog'istondan olib chiqqanmiz vizamizni. Siz APga tushganingizda pasportingizni olib qo'yganmi yo'q? Yo'q, qaytarib bergan. Pasportni qaytarib berib, o'zi aslida olib qolish kerak ekan, lekin bizga qaytarib bergan. 15 kundan keyin emailimizga xabar jo'natgan, vizalarni tasdiqlandi deb. Keyin nima bo'lgan? Keyin bordik, vizaga men primoy konsulga bordim. Aslida o'zi viza sentri bor ekan. Shu viza sentriga jo'natar ekan, men lekin primoy konsulga borib topshirganim uchun shu APga tushganlardan Qozog'istonda birinchilardan men olib chiqdim vizani.
Qozog'istondan vizani olib oilaviy keldik. Ha, xudoga shukr keldik. Ha, oilaviy keldik. Gap yo'q. Bu yer Qozog'istondan. Endi keyingi ishtirokchimiz bilan tanishamiz. Assalomu alaykum. Mamlakatda o'z bilan muxlislari. Ismim Bobur. Men kesim 13800 dan balandroq bo'lganligi uchun Gruziya davlatiga suhbatni ko'chirganman. Bu yerda qarasizlar ko'p bo'lgan. Shavkat aka insonlar bilan shu birga firma bilan birga ishlab yurib ko'chirganmiz. Birinchi ko'chirishimiz o'tgan yil shu 2024 sentyabrda bir marta borilgan. Keyin u yerda suhbatga ko'chirilgan. Boburjon bitta savol qarang. Siz Gruziyaga bordinglar. Sizni Gruziyada qonuniy o'sha yerda propiska qildinglarmi yoki biror narsa qildinglarmi? O'sha yerda qonuniy bo'lish kerakmi? Ha, qonun bo'lishi kerak. U yerga borgandan keyin o'zi davlatning qonunlari bor ekan. U yerda ishlash to'g'risida ID olish kerak bo'lgan ekan. Shunaqa ID olingan. Birinchi ko'chirganimizda shu bir hafta ichida shu ID olingan. U bizni bir hafta ichida bo'lish qiyin bo'lgan. Keyin o'z firmalar bilan gaplashib, biz sizlar ketaveringlar, biz o'zimiz olamiz deb aytilgan. Keyin lekin bizni suhbatimiz belgilanganda o'zi elchixonaga kirganmiz, undan so'ralmagan. Lekin u ko'chirishga kerak bo'lgan narsa. Lekin u bizga berilmagan. Yaxshi. Siz o'zimiz firmadan borgan bu bola tanishtirib qo'ysan, Shavkat aka o'zi olib borgan-a sizni? Ha, birinchi ikkisida ham o'zi borgan. Birinchisida o'zi olib kelgan. O'zi olib borib, o'z dokumentlar hammasini to'g'rilab olib borgan. Ikkinchisida ham 6 ta odamniki suhbat belgilangan, hammasini birlab o'zimizdan birga borib kerak bo'lsa suhbatga kirgan, переводчик bo'lib kirgan. Xo'p, qarang. Yana bitta savol. Savol emas, sizni suhbatga kirdingiz. Suhbatga kirganingizda siz ruscha bilasizmi? Inglizcha bilasiz. Inglizcha. O'zbekcha suhbat yo'q u yerda. Yo'q, o'zbekcha suhbat yo'q u yerda. Yoki ingliz tili yoki rus tilini tanlash kerak bo'ladi. Lekin men o'zi suhbatim 3-kun suhbatim belgilangan. 2-kunda bitta oilaga o'zim переводчик bo'lib kirganman. Переводчик, inglizga переводчик bo'lib kirganman va eng qizig'i o'sha 2-kun kirgan переводчигimga 3-kuni o'zim yana tushganman, o'zim kirganman. Juda suhbat juda zo'r bo'lgan, qiziq bo'lgan. O'zi pasustvani konsulda o'zi ham sen kecha kelgansan, sen nimaga kelding deganda, kecha men shu oilam, do'stim oilasiga tartib переводчик qilganman. Bugun o'zim suhbatga belgilanganlar uchun keldim degan. Yaxshi degan. Bunaqasi ko'p savol bermagan. Masalan, nima savollar bergan? Xo'p, uylanmaganmisan degan. Yo'q, uylanmaganman dedi. Keyin sen oldin men o'zi Qirg'izistonga chiqqan ekansiz 2 marta. Nima sababdan chiqqansan deganda, bir-ikki prosta aylangan chiqqanman xolos deganman. Gruziyada nechinchi marta bo'lishing degan. Uchinchi savoli. Gruziyada bu safargisi ikkinchisi. Birinchi safar bir marta bo'lgan, hop bu safargisi ikkinchisi degan. Keyin o'qishim haqida ham boshqa so'ramagan, prosta shu metrika attestat deydi bizda. Attestatni ko'rib turib, bu nimaga baholar bilan o'qimagansan degan hazil bunaqa gaplarni gapirganmiz. Baholar pasmidi? Yo'q. Baland deydi. Balandligi uchun unaqa nimaga o'qishga kirmagansan bu unaqalar bilan, bu unaqa bilan nima deydi? Bu 5 baholar bilan nimaga o'qishga kirmagansan? Unaqa narsa ham bo'ladi. Suhbat mashhur zo'r bo'lgan. Eng qizig'i bizda o'zi ketish biletimiz olingan edi. 7-sentyabrga ketish bileti olingan edi. O'sha biz 3-kun kirgan bo'lsam, pasusdan ishlash kuni 2 kunmikin qolgan xolos. Aytgan, sen qachon ketasan deyilganda, meni 7-kunga bilet olingan degan. Olingan deganman xolos. Keyin okey deganda bitta varaqqa yozib, popisini yozib qo'ydim degan. Iloji bor desa vizani tezlashtirib harakat qilamiz degan. Sen o'sha undan oldin menga yaxshi qog'oz berib, seni vizani qilamiz, tabriklaymiz degan. Shundan keyin seni vizani tezlashtirib harakat qilamiz deganda, keyin o'sha chiqqanman 6 soat yoki 5 soat atrofida o'sha vizam men chiqib bo'lgan. Ha, bir kunda o'sha chiqib qolgan. Sirasi obeddan keyin tushlar to'rlarda o'sha sen vizani olib ketsam bo'laveradi deb aytishdi. Hozircha aniqlashtirish uchun siz necha edi? 13803. 13800. Qaysi kuni suhbatga kirgansiz? 3-sentyabr. 3-sentyabr. Oxirgi oyda kirgansiz. Ha, shunaqa. Sizniki qachon edi? Menki avgustda. Avgustda kirgansiz. Siz siz APga tushgan. APga tushgan. Ha, bo'ldi, shunaqa. Sizga yana bitta oxirgi savolim. Sizga shunaqa savol bo'lganmi? Nimaga aynan Gruziyaga kelib suhbatda o'tyapsan deb savol bergan? Yo'q, menga bermagan, lekin mendan 1 kun oldin kirgan oilaga bergan tarjima qilganman. Nimaga kelishgan bo'ladi deb. Shuni tarjima qil deganda so'raganman. Ular aytganki, biz ishlagan kelganmiz, lekin ish topganimiz yo'q hali deb shunaqa fikr aytishgan, shuni perevod qilganman. Lekin mendan unaqa so'ralmagan. Bu oilalar ham shu birinchi turmushlarni deb so'ralgan.
ular ham javob berdi. Ularga ham nihoyat oshkor savol bermadim, lekin tekshiruv qilgan. Lekin boshida shu yerda savol bergandan keyin o'zim hamkasblar bilan gaplashar ekan, gaplashib bo'ldi, biz tekshirib ko'rdik, sizlaringiz tasdiqlandi deb aytgan. Sirasi ular vizasidan olib chiqildi. Rahmat. Ukamiz o'zim mahallamdan kelgan, ya. Ismi Ahrorbek. O'zingiz tanishtirib oling yana bir. Hammaga assalomu alaykum. Men Ahrorbek, Mashqo'rg'on tepalik. Xo'p, kes nomeringiz nechi? Oilangiz? Kes nomerim 12435 edi. Shu boshqa Qirg'iziston davlatiga ko'chirganmiz suhbatni. Shu O'zbekistondan o'chirib kelmasligini bilib turib Qirg'izistonga ko'chirganmiz. Uje siz boshidan taxmin qilgansiz. Ha, men taxmin qilganman. O'zbekistondan chaqirmaydi baribir deb Qirg'izistonga ko'chirdingiz. Ha, tavakkal qilgim kelmagan O'zbekistondan kutish. Aha. Shu 100% foydalanishga harakat qilganmiz green carddan. Shu Qirg'izistonga ko'chirganmiz. Yaxshi, sizga ham ko'p savol bermayman, qisqaroq qilib savol beryapman. Qirg'izistonga ko'chirdingiz, Qirg'izistonga kirdingiz, oilangiz bilan, ayolingiz bilan. Suhbat qaysi tilda bo'ldi? Suhbat jarayoni qanday bo'ldi? Suhbatni o'zim tanladim. Ayolim o'zi yutgan odam edi, bilmaydi ruschani ham, inglizchani ham dedim. Desam, shu rus tilida gapirib tarjima qilasan degan, tarjima qilib turdim. Xullas menga savol bergan, nimaga ketyapsan degan, shu oilamni kelajagi, kim oldiga kelgan? Shu Ahrorov Abdug'affor akam deganman, shu oldiga ketyapman deganman. Filadelfiya. Oshchi savol bermadi menga. Shu dokumentimizdan u yerda asosan hamma dokumentimiz, hammasini tekshirgandan keyin o'zlari birinchi aytdi, "Sizlarga viza beramiz, просто bir ikkita savol javob qilamiz" deb narsalar dedi. Ha, bo'pti deb gaplashib chiqdik. Siz hech qanaqaligi priklecheniya bo'lmadi. Menda ichdi yo'q, o'z dokumentlarimiz, dokumentingiz xullas yaxshi bo'lsa, unaqa narsa bo'lmaydi-ku. Shu oshchi savol bermaydik aka. Yaxshi. Ayolingiz yutgan. O'z ayolim gaplashmadi. Shu ruscha bilmagani uchun. Til bilmagani uchun. Siz ham переводchi ham xo'jayini bo'lib gaplashasiz. Tarjima qilib turdim. 3 ta savol berdi, oshchi savol ham bermadi o'zi. Kes nomeri 12000 dedi. 12435 kes nomeri. 12435. Shu boshidan bilganman, kelmasligini o'chiribdi O'zbekistondan. Shuning uchun ko'chirib o'rganmiz. Ukamiz shustirroq keliblar, o'zi mashinalarda olib ishga boshladik. Ishlab keldi. Ha, bugun ishga chiqdik, xudo xolasa ishni boshladik. Yaxshi, sizga yana bitta savol. Kelganingizdan keyingi protsess, mana hozirgacha bo'lgan nima ishlar qildingiz? Kelganlarni keyin keldim. Ikkinchi kuni keldim. 5 kunda social kartam keldi. Ungacha medosмотр prava. Keyin Best akam bilan Abdug'affor akam traktorga tashlab keldim bir kun. Shu ishlab yurib biz ishga chiqib ketdik. Shu mashinani qanchaga oldi? Mashinani 3000 ga oldik, naqd pulga oldim. Shunaqa bo'ldi aka. Ular ishga chiqib ketdik. Rasxod qanchaga ketdi dedi? Aka, rasxod 20 ming atrofida ketdi oilaga. 20 ming qarzim bor edi. Ya, uydagi vositalar sotilib ketdi xolos. Hamma o'zi bilan o'zi ovora. Kimdir go'sht yeyotgan, kimdir suv ichayotgan. Xudo xolasa mana ustki kurugimiz ham 20 taga yetibdi bu safargiz. 19 ta olib keldik. Ya'ni ham ko'pchilikni chaqirmaganmiz. Agar chaqirsak yoshi ko'payib ketyapmiz. Orol Mirzo aka kelgan mana Xorazmdan. Shoirda bilan. Hozir to'xtatdan keyin. Ukamiz ham Jalaqudoqdan aka. Do'stlik mahalladan. Do'stlik mahalladan zemlaga oladi bizga. Kelaverasizlar. Trakka chiqmaysiz hali? 15 kunlarda chiqib ketamiz. 15 kunda olasiz. Biz qo'ylarimizni boqib katta qilib bergan Umidjon hoji akamiz bo'ladi. Kim? Nihoyat mana bizni eng asosiy odamimiz bilan suhbatlashamiz. O'zingizni ozgina tanishtirib qo'ying. Assalomu alaykum. Ismim Shahriyor. Andijon shahridanman. 10996 kes bilan green card yutganmiz. Shu. Suhbatingiz qachon bo'ldi? Suhbatimiz 11-avgust kuni bo'lgan. Ma'mur uyga tushib, sentyabrda oxirida vizamiz tasdiqlandi. Malades. Siz endi o'tgan safargi videolarda nima bo'ldi? Aytib berdingiz holatlarda. O'tgan safar Anjanni oshlar qilib berdingiz. Mana bugun kelishingizga mana qo'ylar so'yib Anjancha shinamanda bola o'zimizga. Adaptatsiya qilib bo'ladi. Adaptatsiya yaxshi aka hozir. Shu gaplashib ko'rishlar. Bular endi shu pravalarda olsak, shu trakka chiqib ketamiz. Shu
Shu hozircha planlar. Taassurotlar. Taassurotlar yaxshi, chatda gaplashayotgan akalar bilan ko'rishdik mana. Xudo xolasa yeb-ichib, tanishdik, qo'ylarni yedik. Akalarga ham rahmat, yig'ilishdi. Ishlariga omad tilaymiz. Rahmat aka, sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Safimizga qo'shilib Xudo xolasa. Istrak bola ekan. Bitta bir minutda ham gapirmang, bitta savol qilaylik bunisicha. Nima savol beraylik? Qancha qadar o'tkazasiz? Siz короче, qani maqsadingiz sразу trakka chiqib ketaman deyapsiz. Ha. Do'rdash qilmang. Nimaga sabab? Sabab shu, endi vaqtimiz ozroq qolgan, oilani olib kelib olishimiz kerak. Shundan keyin shu trakda ish yaxshi deyishdi, shunga harakat. Trakka harakat. Ha, shunga. Dastlabki qilmasdan. Yo'q. To'g'ri, siz o'ylagansiz, chunki hozir dastlabki qilish uchun bitta mashina olishingiz kerak. Mashina olish kerak. Mashinani puli yetib trakka o'qib olasiz. Trakka o'qimoqchiman. Uyda o'tirib trakka o'qib olasiz. O'zi savlat ham trak bo'libdi. Xudo xolasa. Gap yo'q, bitta savol beraman. O'tgan safargi videoda aytmagan savolingiz. Sizni APga qo'ygan, tekshiruvga qo'ygandan keyin sizga hadeganda xabar kelmaganda siz bular aytmasa ham bor pasportingizni tashlab kelgansiz. Ha, ular Ashxona gapirmadingiz o'tgan safar. Nima bo'ldi shu holatda? ular elchixonadan chiqqandan keyin o'zimiz telefon qilamiz dedi. Telefonni kutib o'tirasan dedi. Telefonni kutdim. Telefonni ololmadim bir marta telefon qilganda. Shundan keyin chatda akalar bilan gaplashgandim. Pasport so'rab qilgan bo'lishi mumkin, olib borib bering deydi. Shunday olib borib elchixona so'radi deb berib keldi. Shundan keyin ham bir 15 kun, 16 kun vaqt o'tdi. Keyin yana elchixonadan telefon qilib qo'shimcha ma'lumot so'radi o'qiganligi haqida. Bizga ma'lumotnoma kerak deydi. O'qiganligi haqida ma'lumotnomani oliy ta'limni saytidan olib, ikkita kursdoshini diplomini qo'shib, arxivdan ma'lumotnoma olib topshirib berdim. Shundan keyin bir 10 kundan keyin yana xabar. Ashi, vizani olgan kuningiz nechinchi kilo edi? Vizani olganimiz 20 olgan emas, tasdiqlandi deb saytda ko'rsatgan 23-sentyabr. 23-sentyabr. Bir haftadan keyin agar qolib ketsangiz qolib ketardi. Shanba, yakshanbani hisoblasa 5 kun vaqt qoldi. 5 kun vaqt qoldi. 5 kun qolganda eng oxirgi vizani men Shahriyor olgan. Shuning uchun biz katta o'tirishlar, katta oshlar qildik. Bunaqa siz uchun переживать qilgan mana shu yerda hamma gruppa o'z bilasiz. Mana shu o'zimga qarab dedi. Ular bunday bo'lganda bu bolaniki. APga qo'ygan, hech kim bilmaydi qachon nima bo'lishini. Hamma har xil maslahatlar beryapti, u deyapti, bu deyapti. Bu bola endi shokka kirgan, daji chatga ham kirmay qo'ygan. Nohor hamma savol javob beraverganiga hamma o'ylar nima bo'larki, shu viz gruppa переживать qilganda oxiri bola aytishga, "Boring, pasportni tashlab keling, bo'lgani bo'ldi endi. Bu yerga olsangiz olmadingiz" degandan keyin bor pasportni shunday tashlab kelgan bir haftadan keyin, bir haftadan keyin shunday vizani olgan. Hamma xursand bo'lib ketganda gruppada. Mana shu bola uchun hamma xursand bo'lib ketgan, juda ham. Kim aytgan? So'ray, pasport tashladik deb kim aytgan? Bezod akam aytgan. Bezod nima ashuni aytib bering holatda. Короче, biz holatimizda aypinda bitta oila shunaqa bo'lganda, sizga o'xshab kutib yurgan stressda. Xullas biz topshirgan yili ham xuddi shunday bo'lib, juda ko'pchilik aypinga tushgan aka. Hamma aypinga tushib, shunaqa xavotirda yurganda bitta akamiz shu strili qilib, shunday borib pasportlarni tupa jinnini yaqib, vizaga keldim deb tashlab kelgan prosta. Uni keyin ishini o'zidan o'ziga holidan yo'qni pasport olgandan keyin ko'rib o'rganda işte, ko'rib turib, o'sha viza berib o'rgan. Bizda ham shunaqa holat bo'ldi shekilli. Ashi foyda berdi-da. Foyda berdi, sabab bo'lib qoldi. Foyda berdi. Bu bolani pasport shunday tashlab beruvdi, ishlar besh bo'lib ketdi. Jon shot to'layverasan. Bo'ldi. Rahmat. Nesbilan tushdi. $58 mana har bitta o'tirishim $58. Mikrofonni bera oladi.